Assalomu alaykum, hurmatli sayranmoqlar. Mana bugun Koreyaga kelgan edik. Kelganimizga 4 oy bo'ldi. 4 oyda mana qo'lga tushib qoldik. Mana hozir yangi zakonlar chiqyapti. Bu zakonni buzadigan bo'lsa, mana shu podvalda ishlatar ekan mana. Bu podvalning uzunligi kamida bir 40 metr, chamasi 40 metr chiqadi. Mana shu tarafiga bizlarga 8 million shtraf tushirdi. Bu 8 million pulni bizlar topolmasdan ishlab qutulamiz dedik. Через notarius advokat yollaganda. Mana endi kunimiz mashta, mana kelganimizga 1 hafta bo'ldi. Mana shu podvalga tushirganiga 1 hafta bo'ldi. 1 haftada har zamonda bitta bo'lishga bilan mana yotibdi. Baklashkada suv bor. 2 ta 3 ta bo'lishkasi bor. Bu yoq ikkitasi Qirg'iziston. Va yana 3 ta o'zbek bola bor. Endi ularni amal qo'ya qolay. Kimligini erta sayramga borishib tag'in gap so'z bo'lmasin, podvalda yuribdi deb. Meni aytadiganim shuki, kelishdan oldin 100 o'ylaninglar. Kep qo'yib afsuslanib o'tirmanglar tag'in keyin. Mana podval. Toza koreyskiy podval. Betga kirolmaysan, chiqolmaysan. Bir hafta bo'ldi mana shu turbalarni taxlayotganim va. Mana o'shan tinch bo'laylik. Shu mashta amallab kunimizni o'tkazib, Xudo xolsa boramiz o'zimizning vatanimizga. Qozog'iston meni otanim, Koreyaga qaq qo'tag'im degan joy mashta bo'lyapti. Qo'taq tuyul boshqa narsa ham qo'yapmiz, iloji yo'q, mashini chiqolmayapmiz. Shtrafi mana yaxshi tangada hisoblaganda o'zimizning AQSh dollarida $7000 bo'ladi. Koreyani vonida 8 million.